Ishxonaga boshlig'i oldiga kirding, aka Validni ko'taring deding. U Ali dedi, sen Vali deding. U A dedi, sen B deding. Xullas o'rtaga bo'lar-bo'lmas eskidagi chiplaring qo'shildi. Urush-janjal bo'lib chiqib ketding. Sigaret chakib-chekkada asabming. Instagram ko'rib o'tiribsan, yo'lingdan bitta video chiqdi. Xuddi olovga kerosin sepgandek. Unda nima deyilgan? Ishlasang doim qimmatga ishla yoki tekinga ishla, lekin hech qachon arzonga ishlama. Sen unga ishonib ishdan bo'shab ketadigan bo'lsang, ishdan bo'shab ketishdan oldin bitta narsani esingdan chiqarma. Mana unaqa narsa, unaqa motivatsion gaplar bizda ish bermaydi. Raz bo'shab ketmoqchi bo'lsang, bitta narsani ko'z oldiga keltir. Bo'yningdagi kreditlaring, qarzlaring, katta farzandliging, uydagi 4 ta qora ko'z, ya'ni ota-onang, aka-uka, opa-singillaring, bo'yningdagi mas'uliyatlarni ko'z oldiga keltir. Puli ko'p boyvachcha odamlar bor-ku, desam yarashaveradi. Так что o'ylab ish qil, birodar. Avvalo rizq Allohdan. Lekin tanlash o'z qo'lingda, o'ylab ish qil.